Assalamu alaikum, Şərq Türkistan qarindaşlar. Roziyetinizlər mübarək olsun. Şərq Türkistan İşlər Qurultayı namıdan işlərinizlər oңuşluq, ailələrə tinchlik, tinchlik, salamatlik tilaymiz. Sizlər görgünlərdək, mana 2024 yıl roziyetdə bizning icraiyinin balları birga yig'ildik, a'zolari. Bundan sirt Şərq Türkistan mustaqilligining baldiri qasdi kelishini va Şərq Türkistanning ichida o'zlaringlar yaxshi ko'radigan ota-onalar va tuqqanlaringlar bilan baldiri hajam bo'lishinglarni umid qilamiz. Shundaqla bizning Şərq Türkistan İşlər Qurultayınınki tashqi ishlar mas'uli Amanullah va ichki ishlar mas'uli Dilyarimizdagi yetliq bir salomini yo'lga qo'ysak, shuning uchun bu maydonda chiqib turibdik. Qani gap sizlarda. Eyvallah, Murat xanım. Assalamu alaikum, hörmətli Şərq Türkistanlı qarindaşlar. Həmənlərin uluq roziyetləri qutlaq olsun, mübarək olsun. İnşallah bu güzel yetini yakın kelgüsüdə Şərq Türkistanda görüb belə ötküzüşümüzə bir fürsət gəldi. Amin. Şununla birlə Dilyar yana bir qitim xoş gəlsən. Rahmet. Şununla birlə yetiq namazını tamam oldu. Allah'a şükürlər olsun. Qani qarindaşlarımızğa biraz şu təəssüratlarını sözləb verəcəksən. Assalamu alaikum, hürmetli qarindaşlar, vatandaşlar. Adı bilen hemmanlarının dünyanın her kaysi yerlerindeki barlı qarindaşlarının roziyeti mübarek olsun. 2024 yıllık bu kıtımlık it mamu Amerika'da üzerinden ailesi bilen, sebdaşlarım bilen Şərq Türkistan Yaşlar Qurultayının icraya komisyasına bir yerge gelip yet ötküzüş nasip oldu. Bundan tolum memnun buldum. Qarindaşlarımız bilan uchrashganimdan, ailem bilan uchrashganimdan da Amerikadagi vatandaşlar uchrashganimdan intayin xush bo'ldim. Menga alohida ta'sir qilgani bu Avstraliyada bundaq narsani biz o'rganish kerak Amerikadagilardan. Ya'ni it namozga bordik va it namozi bir ochiq bir cho'ng bir parkda bo'ldi endi bog'chada. It namozga erlar emas ayollarmi keldi ekan, bolalar bilan keldi ekan, bolalar bilan o'ynaydi ekan. O yerda bir qancha soat o'tkazdik, hatto masjidning jamoatning buni tayyorlab qilib qamoq bo'lsin, o'sha yerga atiganda soat 3 dan boshlab keldik deydi ba'zi qarindoshlarimiz. Cho'ng bir tayyorlik qilib, nihoyat bir go'zal bir manzil ko'rdim, ya'ni buni o'rganishimiz kerak hamimizdan. Bu yerda birinchi chiqargan, ya'ni tunugun kelgan bo'lsa, bugun 7 kuni birinchi chiqargan darsim bu bo'ldi. Bu yerda ajoyib bir manzilni ko'rdim endi. Hamda xush bo'ldim, mamnun bo'ldim. Bununki qarindaşlarga şunuga ajr singan barliq qarindaşlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. İnşallah bu yet bir xayrlik bo'lsa hamimizga bo'lib muhabbatimizga qarindaşlarimizga bir xayrlik bo'lar inşallah. Endi o'zimizdan bir oila ziyarati bilan tam o'zimizdan tashkilotning ba'zi boshqalarımızdan o'rinlashtirishni ba'zi bir planlar bilan kelgan bo'ldim. Buni endi bir sherdagi a'zolar bilan ba'zi bir noktalar, sözleşilen bazı uçuşlar buludu. Şuna hamdi nimkutlarınlarına rahmet. Kegimiz hoş olduk. Ben pek memnun oldum. Şuna hamdi qalan gapni başka atımız kısa. Hem qarindaşlarga rahmet. Rahmet. Bulup mu Dilyar Musabay deganga o'xshash bizning jamoatimiz duo qildi, har bir qatim Şərq Türkistan istaydi, ichida turgan zulm turgan xalqimizni istaydi. Boshqalar qanday bo'lib o'qmayman bu duolar, lekin bulup bizning shu Amerikadagi jamoatimiz, ya'ni Uyg'ur masjidimizga imomlar har bir qatim duo qildi, Şərq Türkistan mustaqillik uchun duo qildi va birligimiz uchun duo qildi. Shunga bu ta'sirotlaringizdan bo'lgan haqiqatan yaxshi bo'ldi. İnşallah bizning shu jamoatimiz bo'lsa, shu Amerikada turishda jamoatimiz texnik ko'plab, texnik mushundaq bir Şərq Türkistan mustaqillik va Amerika jamoati uchun texnik ahamiyatli ishlarni o'rlashtirsa inshaallah siz qaytib kelsangiz. İnşallah. Siz taklif qilamiz, sizlar bilan yashab, endi shularga shohid bo'lsak. İnşallah. Qarindoshlar bu qatim Dilyar Musabay deganga o'xshash o'zining oilaviy bir ishi sababli emas, balki yana boshqa o'rlashtirishimiz sababli Amerikaga qadam tashrif qildik. Allah buyursa yaqin kunlarda xush xabardan anglaysizlar. Yana bir qatim ro'ziyetingiz muborak bo'lsin. Allohga emanet. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.